Assalomu alaykum. Bu ro'yxatda kecha ko'rgan bemorlarim. Mana bu 70 ta bemor ko'rgan bo'lsak, shundan 70% atit, ya'ni quloq shamollashi bilan murojaat qilib kelyapti. Bu bilan nima demoqchiman? Uy sharoitida bermoqchi bo'lgan tavsiyam shundan iboratki, burningiz bitdimi, darhol chora ko'rishingiz tavsiya qilinadi. Aynan burundan keyingi rivojlanadigan atit kasalliklarini oldini olish burun bilan bog'liq. Ya'ni burunni davolasak, ya'ni burunimiz ochiq bo'lsa, quloq kasalliklariga uchrash ehtimolimiz deyarli kamayadi. Shuning uchun burningizga har xil uy sharoitida burun ochuvchi spreylar vaqtinchalik, ko'p emas, 3 kun yoki 5 kun, undan ortig'i o'rganish hosil qiladi. Shuning uchun spreylar yoki bo'lmasa oddiy natriy xlor bilan, fizrastor bilan burunni yuvish, tozalash tavsiya qilinadi. Shundagina burningizdan qulog'ingizga infeksiya o'tmaydi, eksudant, suyuqlik, ya'ni yiring o'tmaydi va siz atit, ya'ni quloq shamollashini oldini olgan bo'lasiz. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling.